BYD maşininden şu meziyelesi gerekmeyin desem boladı. Üçün de tutma videonun akımdaşı görün de. O kadar karanlar. Bunu sıkırenlikene karanlar. Özü bunun materyal. Tavar, katı, plasmas emas bu, kol çok emas. Xullas buni az broni pulonka urish uchun ochib shu boda sizlarga bir ma'lumot o'rnida berib keçim. Buni o'zida mayda tiqirdilarni nelarni bildirmaydi bu. Mayda doshlarni tiqirdilarni xullas Malibulara Gentralga o'xshab tiqir bildirmaydi bu. Bundan tashqari shu boda salonni o'zidan qaranglar. Ikkinchi salonni ishga berganlar. Buni ichida materiali bor. Chilelab, cho'p ketib, splashni yana yuborib berganlar. Ikkinchi salon bo'lib ketgan. Bu yana yordam beradi. Xullas salonni ichine shuni hisobini tovuş leşine girmeydi, tıkırda bo'lmaydi. Maşınlarınızı algandan keyin lekin BYD'lerini хотя бы 50 mordasına broni plonka urib qo'ygan yaxshi deb o'ylayman. Sababi buni lakkatlami salgina yeb qaraq ekan, ozginagina nima ham qirchilik qilaveradi ekan. Kanalimizga yangi bo'lsanizlar, obuna bo'lishni unutmanglar. Shunga o'xshash qiziqarli bajarni qo'yib borishga harakat qilaman.